Namangandan Kosonsoyga borib, Kosonsoydan esa Qirg'izistonga Podshohot joyiga kelganmiz. Atmosfera просто bomba. Mashalloh deydigan holatlar. Tog' tepasiga chiqib olganmiz. Tog'i ham bir qariyb bir 100 metr balandlikka chiqqanmiz, lekin bunaqa atmosfera, mashalloh. Tog'larni ko'rib turibsizlar, atmosfera, bulutlar orasida yurimiz, dashi o'zi. Hamma kelib faqat xursand bo'libdi. Oshxonalar bilan chiqadigan joyi aynan shu yer bo'ladi. Podshohotga kelishini ham tavsiya qilaman. Qirg'izistonning hamma tog'li hududlari atmosferasi вообще zo'r. Yoqdimi sizga shuni? Ko'rsataman mana. O'rmonli tog'lar. Havasi juda ham zo'r. Konkret bo'rilar ham bor bu yerda. To'ng'izlar, xullasa, vashi mazza qo'rg'on joy ekan. Ko'rsizlarmi? Bulutlar orasida yurimizda. O'zda bulut tushab kelaman deb turibman-da. Bulutga chiqib olammikin deb turibman. Yomg'ir bo'lib yerga tushaman. Xullasa, vashi mazza. Oila bilan ham chiqadigan ekan. Endi oila bilan chiqadigan ekan, bu so'zimizga amal qilib, endi oilamiz bilan chiqsa bo'ldi, inshaalloh tez kunlarda oilani olib chiqamiz. Nima deysiz? Kelish kerak ekan. Oila bilan, ha? Shu oila bilan, mana shu xotinni yomon ko'rib shuni toqqa chiqib aytaverasiz. Nima bo'lib turasizlar? Tog'da yiqilib tushdi deb turlar. Bitta acha aytgandilar, tog'da bormi deganlar, haqiqatan ham tog'da bor ekan. Atmosfera chiroyli, nafas olishlik. Bu tog' ham o'shna Edirli tog'da ko'rsanku. Edirli tog'ligi uchun tushishga qiynalmabdi. Bu yerda kislorodlar mana archalardan chiqganlar. Shu maza, yam yeshillik, xuddi bahor endi boshlangandek deb edi. Mana sal havo xira ko'rinadi, sababi bulut ichidamiz biz. Bulutdan orasidamiz. Mana shu yam yeshil joylar bor, mana. Yam yeshil joylari bulutdan tashqari joyda. Biz ozgina rang yuboramiz videoga.